Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. 3 nafar o'zbekistonlik futbolchi Angliya jamoasida ko'rikdan o'tish uchun jo'nab ketdi. Paxtakor yosh hujumchisi Saydumarxon Saydunurullayev Angliyaning Queens Park Rangers jamoasida ko'rikdan o'tish haqida e'lon qilingandi. Tunda Saydunurullayev hamda Surxonning 2 futbolchisi Behruz Karimov va Behruz Shukurullayevlar birgalikda Londonga jo'nab ketishdi. Uchala futbolchi ham 2 hafta davomida jamoa yig'inida ishtirok etishlari ko'zda tutilgan. Queens Park Rangers jamoasi 1882-yilda London shahrida tashkil topgan. Jamoa uy o'yinlarini 18439 tomoshabinga mo'ljallangan Loftus Road stadionida o'tkazadi. Ayni paytda jamoani ispaniyalik murabbiy Marti Cifuentes boshqarmoqda. Hozirgi vaqtda KPR Angliya Championship ligasida Angliya Premier ligasidan bitta past divizionda ishtirok etmoqda. Ma'lumot uchun Shukurullayev 2006-yilda tug'ilgan bo'lib, futbolchi chap qanot himoyachisi hisoblanadi. Odil Ahmedov akademiyasi tarbiyalanuvchisi bu yildan Surxon safida barcha musobaqalarda 4 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Karimov 2007-yilda tug'ilgan bo'lib, 10 qanot himoyachisi hisoblanadi. Odil Ahmedov akademiyasi tarbiyalanuvchisi bu yildan Surxon safida barcha musobaqalarda 6 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Saydunurullayev 2005-yilda tug'ilgan. Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi. Bu mavsum O'zbekiston Kubogida bitta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Sergey Chigadayev boshqaruvidagi O'zbekiston U16 terma jamoasi iyul oyida Xitoyning Shenyang shahrida xalqaro o'rtoqlik turnirida ishtirok etadi. O'zbekistonlik o'smirlar musobaqada Janubiy Koreya, Xitoy va Yaponiyaga qarshi uchrashuvlarda maydonga tushadi. O'smirlarimiz 4-iyulda Janubiy Koreya, 6-iyulda Xitoy, 8-iyulda esa Yaponiya o'smirlariga qarshi maydonga tushadi. Transfer Market portalida Italiya A seriyasidagi narxlar yangilandi. Yangilanish natijasida Roma va O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning narxi 1 million yevroga qimmatladi. Endi u 5 million yevroga baholanmoqda. Shomurodov o'tgan mavsum Roma safida 37 ta o'yinni 15 tasida asosiyda o'tkazib, 7 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bundan tashqari Eldor 2 marta fevral va aprel oylarida Romada oyning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.